YouTube orqali kuniga 100 dollardan pul ishlash do'stlar. Mana kuniga 100 dollar. Xo'p, 117 mana 25-iyun kuni 117 dollar ishlagan. 24 eng kamida kuniga 50 dollardan. Hozir men sizlarga mana qaylar mana. Bir oylik statistika 7,4 million prosmotrga do'stlar 2200 dollar pul ishlayapti. Bir oyda 2200 dollar. Endi qaranglar. Bir kunlik pulini ham ko'rsatdim mana. Kuniga eng ko'pi 117 dollardan ishlagan, lekin men sizlarga ko'p narsa ko'rsataman. Вообще dahshat bor, maza qilib borasizlar, qaranglar. 90 kunlik statistikasini qaranglar. 90 kunda ko'rmay qoldi videoga mana. 90 kunda do'stlar kanal 5800 dollar ishlayapti. 26 million prosmotr 5800 dollar do'stlar. Endi qaranglar. Bir yilga qancha topgan deb o'ylaysizlar mana? Prosta tak videoni mana to'xtatib turinglar mana. Bir yilga qancha pul topgan deb o'ylaysizlar mana? Eng kami kuniga do'stlar 41 dollardan ishlagan qaranglar. Eng kami 41 dollar. Mana bir yillik statistikani ko'rsatsam, oxirgi 1 yil mana. Ko'rib turibsizlar, o'tgan yili shu iyul oylarida boshlangan pul ishlashga kanal ulangan. Bir yilda do'stlar 43 ming dollar pul ishlayapti. YouTube orqali O'zbekistonda turib, O'zbek nomerda, O'zbekiston lokatsiyada, O'zbekistonda pul ishlab bo'layapti. Pul ishlab bo'lmaydi deganlar uchun maxsusda. Mana O'zbek kanal do'stlar. Biz faktически mana biz rasm emas, mana faktически ko'rsatamiz mana do'stlar. Qani faktически mana. Eng kam pul ishlagan qancha ishlagan? 40 dollardan 40 dollar atrofida. Eng ko'pi bir kunda 662 dollar pul ishlayapti kanal do'stlar. Eng ko'pi. Xo'p, bu kanalimiz mana do'stlar 1 yil davomida 43 ming dollar pul topgan Yevropa yo'nalishidagi kanal. Kanalga 1 yilda do'stlar 338 ming odam qo'shilyapti. Xo'p. 173 ming prosmotr va 43 ming dollar pul ishlayapti. Lekin kanalda yo'nalishni ayta olmayman do'stlar. Kanal xavfsizligi va boshqa narsalarga ko'ra. Lekin mana ishlasa bo'ladi do'stlar, Yevropa kanal qilib. Lekin addushi 1 yil ketadi-da, kanalni ko'tarib 2 yil bo'lganda kanal ochilganiga. Yaqinda SMS ham keldi, 2 yil bo'libdi, tabriklaymiz. Mana do'stlar, YouTube'da pul topsa bo'ladi, masalan 43 ming dollar. Bu endi nerealniy rekordimiz bizda. Men 1 yilda 43 minglik kanal hali kelmagandi bizga. Masalan 20 minglik kanalda kelgandi, 20 ming dollar yilligida, yiliga bu do'stlar, bilasizlar, kuniga emas, oyiga emas. Oyiga 2 ming dollardan tushyapti-da. Hozir men sizlarga uni ko'rsataman, qaranglar. Oy-moy statistikasini ko'rsataman sizlarga hozir. Zo'r statistikasi bor edi. Bu mana o'tgan oyda ishlagan, shu oyda ishlagan puli. Aprel oyini ko'raylik-da. Короче, da mana. Bu qaysi oyda ekan? Aprel oyi ekan. Xo'p. O'tgan yil statistikasini ko'rsam, o'tgan yilda o'zida do'stlar 32 ming dollar pul ishlayapti, ko'ryapsizlar? O'tgan yilda o'zida 32 ming dollar. Kanalimiz shu iyulda pul ishlashga ulanganda. Endi qizig'i do'stlar, sizlarga aytadigan joyim, nechta video qo'yganini o'ylaysiz kanal egasini. Tasavvur ham qila olmaysiz. 1 yil mobaynida kanal egasi 22 mingta video qo'yib, tasavvur qilyapsizmi? 22 mingta. Videolarning ichida 4,5 mingtasi 5 mingtaga yaqin video shorts, qolgani uzun videolar. Asosan uzun video bo'lgan hisobiga daromad ko'p bo'lgan do'stlar. Mana lifetime qilsam, misol uchun hozirgacha 43 ming dollar pul ishlaganlar. Xo'p, bu kanalimiz do'stlar oxirida hozir pul ishlashim o'chib qolgan. Oxirgi oyda pul kuyib ketgan. Hozir mana oxirgi oyda pul kuyib ketgan, qaranglar mana. O'sha mana monetasi o'chib qoldi. Bu kanalimiz hozir biz do'stlar apelyatsiya qilyapmiz qisqasi. Kanalimiz hozir do'stlar apelyatsiya qilyapmiz. Nasib bo'lib qolsa, kanalimiz yonib qolsa 2200 dollar pul deysalar bo'ladi. Qolgan pullar xudo xohlasa yechilgan men o'ylashim bo'yicha. Faqat mana shu oxirgi oyda puli kuyib ketgan do'stlar. Endi YouTube qoidasi bo'yicha sal to'g'ri kelmay qo'ygan videolari shuni hisobiga nimasi bo'ladi. Pul jazma o'chib qolgan. Qisqasi do'stlar, YouTube'dan soqqani qilib tashsa bo'ladi. Endi ko'pchilik masalan pul ishlayapti do'stlar YouTube'da, lekin ko'pchilik aytmaydi. Realni aytaman. Men ham masalan aytmoqchi emas edim bu kanalni. Endi mayli sizlar uchun bir motivatsiya bo'lsin sizlarga degan maqsadda aytayapman. Yevropa kanal do'stlar ochib, O'zbekistonda turib, o'zbek sim kartalarni ochib ishlasanglar bo'ladi. Muammo yo'q. Yordam kerak bo'lsa, masalan, Yevropa kanal ochish kerak bo'lsa, ochib beramiz. Aloqaga chiqsanglar, yordam qilamiz. Lekin yo'nalishni ayta olmayman. Bu kanal 100% sir do'stlar, ayta olmayman. To'g'ri tushunasizlar, chunki bizda bunday kanallar ko'p, lekin ayta olmaymiz. Endi bilasizlar, har xil sharoitlar bor, shunga nisbatan aytilmaydi do'stlar. Lekin mana ko'ryapsizlar, kuniga o'ldim deganda 50 dollardan pul ishlasa bo'ladi. Lekin do'stlar, bundaqa natijaga chiqish uchun realni aytaman. Masalan, men kurs sotib soqqa qilish emas niyatim, buni ko'pchilik biladi. Men realni aytaman do'stlar. Bundaqa natijaga chiqish uchun 1 yil addush video qo'yish kerak do'stlar. Kuniga
10 ta 20 tadan haddosh video qo'yib, mana masalan boshidagi statistikalar ko'rsataman-da sizlarga, mana qaranglar. Masalan, lifetime ko'rsataman mana. Boshida kanal ko'p ishlamaganda, tushunyapsizlarmi mana? Boshida juda kam ishlagan mana. Keyin kanal ko'tarilib ketgan, tashlab yuborgan statistika mana. Tashlab yuborgan payt ko'pchilik tashlab yuboradi YouTube'da. Keyin ko'tarilgan ko'ryapsizlarmi mana? Oyiga do'stlar 10 minggacha chiqqan kanal. Oyiga 10 ming dollargacha purishga chiqqan. Keyin hozir stabilni oyiga 2-3 ming ishlab turibdi. Hozir endi данный moment kanal purishchasini o'chib qoldi do'stlar. Hozir shuni ustida ishlayapmiz. Xudo xolasa purishchasimi yana yonib qolsa, dars ishlayveradilar. Shunaqa do'stlar. Aytmoqchi bo'lganim, YouTube'da pul qilsa bo'ladi do'stlar. Faqat yaxshi bitta kontent topib, populyarniy kontent, foydali kontent topib, odamlarga bunday foydasi tegadigan, bunday odam ko'rganda manfaat oladigan videolar qilinglar. Mayli 2000 topmanglar. Oyiga masalan 200 dollar topinglar, mayli 200. Lekin odamlarga foydalar tegsin. Trallivali, lalala bo'lmasin-da, hamma yo'q, tushunyapsizlar? Foydali, chiroyli kontent qilsanglar, odam ko'radi. Masalan, meni o'zimda Yevropa kanali yo'q do'stlar. Rostini aytaman. Nimaga desa, chunki bunday bir Yevropa kanalda foydali kontent men qila olmayman, qo'limdan kelmayapti. Chunki bunday bir foydali kontent qilish inglizini bilib, cho'tki qilish kerak. Men hozir sal vaqt hamda yana boshqa resurslar yetmagani hisobiga sal qila olmayman, lekin xudo xolasa men ham qilish niyatim bor Yevropa kanali. Lekin o'zbek kanallarim bor. O'zbek kanallari masalan oyiga 500 minggacha ishlaydigan ayrimlar oylar 1000 dollargacha ishlayman, misol uchun bitta kanalda. Endi qilsa bo'ladi do'stlar. Aytmoqchi bo'lganim, YouTube'dan pul topsa bo'ladi, daromad ko'rsa bo'ladi, faqat mehnat qilish kerak, video qo'yish kerak. Mana masalan 7 million prosmotrga 2000 dollar to'lagan hisob kitobini o'zingiz chiqarib o'ylang. Masalan 1000 prosmotrga qancha beradi u bu deydi-yu, mana o'zingiz hisob kitobini chiqarib o'ylar do'stlar. Masalan 26 million prosmotrga mana ko'rib turibsizlar, 5000 dollar to'layapti. 26 million prosmotrga. Masalan 173 million prosmotrga 43 ming dollar to'layapti, misol uchun. Endi bu yerda mayta monetizatsiya bo'lmagan ekan. Uni chiqarib tashlash kerak. Endi mana 90 kunda 28 kunni hisoblagan sal vigidniroq tushar ekan do'stlar. Qisqasi, yordam kerak bo'lsa, kanal ochib berish bo'lsa ochib beramiz do'stlar. Aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Endi YouTube'da ham videolar ko'p do'stlar. Yevropa kanali ochish deb qidirsanglar juda ko'p. Lekin men maslahat berardim. Masalan, YouTube sohasiga yangi bo'lsanglar, misol uchun, endi YouTube'ga kirib kelayotgan bo'lsanglar, men shaxsiy maslahatim shu ediki, birinchi o'zbek kanali ochinglar do'stlar. O'zbek kanali ochib, bunday foydali kontent yuritinglar. Keyin Yevropa kanali ochsanglar bo'ladi. Chunki umuman staji yo'q odam birdan Yevropa kanali ochsa qiynalib qoladi. Yurmaydi kanal, 1 yil yurmaydi. Keyin odamda motivatsiya bo'lib qoladi, to'g'risini aytganda. Shuning uchun o'zbek kanali ochinglar, o'zbeklar baribir bir podeshka qilish bor-da o'zbeklarda. Realni aytaman, o'zbeklar podeshka qiladi, komment yozadi, rahmat deydi misol uchun. Inglizlarda kam u narsa, tushunyapsizlar? Ayniqsa mana Yevropa kanallarida podeshka juda ham kam. Ayniqsa odam qo'shilmaydi ham kanalingizga. Sal qiyin masala. Chunki birinchi o'zbek kanali ochinglar, stajli yo'q bo'lsa, sal o'rganinglar, YouTube qoidalarini ko'rib chiqinglar-da, keyin Yevropa kanali ochishni tavsiya qilardim do'stlar men. Bizni eng katta rekordimiz mana yiliga 43 ming dollar YouTube'dan ishlashyapti do'stlar. Soqqani qilsa bo'ladi, qarochi. Ko'pchilik indamaydi, lekin men sizlarga aytibman. Salomat bo'linglar do'stlar. Salomat bo'linglar. Yordam kerak bo'lsa Telegramda yozinglar. 99 791 38 salomat bo'linglar do'stlar.